Agar axlat yotganini ko'rsang, nima qilasan? Uni olib, axlat qutisiga tashlayman. Bolajonlar, do'stlik nimani anglatadi? Sadoqat, yordam va mehrni. O'qishdan charchasang, nima qilasan? Dam olaman, keyin yana o'qiyman. Kim har kuni ota-onasiga men sizlarni yaxshi ko'raman deydi? Men har kuni aytaman, ular eng aziz insonlarim. Agar ukang yoki singling xato qilsa, nima deysan? Urishmayman, tushuntiraman. Bolajonlar, kim yaxshi so'zlardan foydalanadi? Men har kuni iltimos, rahmat, kechirasiz deyman. Juda ajoyib. Bugungi darsdan nima eslab qoldik? Odobli bola doim yordamchi, rostgo'y va mehribon bo'ladi.